Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar. Bugungi tema yılan balık. Zmey golova. Bular afrikanskiy. Bular tug'ilgan jeri Afrika bo'lganlikdan bular issiqni yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun kunga to'nib olishgan. Kunni yaxshi ko'radi. Basen qilsanglar, shu kun tega turgan jeri qilsanglar yaxshi bo'ladi. Bular jup bo'lib ko'yadi erkak urg'achidan. Bular lichinka qo'ysa, ikra qo'ysa, bular 1000 tadan 10 mingtagacha ikra qo'yadi. Cho'ng kichkinaligiga qarab, baliqning cho'ng kichkinaligiga qarab. Bular issiqlikqa, sovuqlikqa, kasallikka o'ta chidamli. Bularni ko'yitgani ham, baqqani ham obdan o'ng'ay. Boshqa baliqqa qaraganda, boshqa baliqlarda kislorod kerak, aerator apparatlari kerak, o'shanday narsalar kerak. Bu shunday aparib basenga tashlab qo'yasizlar. Suv kerak, anan suvni ham tanlamaydi bu baliqlar. Ariqdan oqqan suvi, vodoprovod suvi, любой xlor bo'lsa bo'ldi. Yerdan chiqqan suv, artizan suvdori bo'laveradi. Bo'y suvda yashayveradi. O'ta chidamli, kuchli baliq. Baqqanga obdan o'ng'ay baliq ekan. Bulardan lichinka qo'ydirib ko'yitib olsa 4-5 santimetr qilib olsanglar ballarini. Tug'ini o'sha 30 so'm, 40 so'mdan sotaverasinglar. O'ta yaxshi ko'yitgani o'ng'ay. Jur'at. Bu yoqda Lyubov bo'ladi.